Assalomu alaykum aziz do'stlar, tinch omonmisizlar? 2026-yil 22-avgust do'stlar, Xorazm. Uzumchilik ilmi ijtimoiy tarmoqlar uchun maxsus video do'stlar. Qo'limda ushlab turgan uzum Viktor Mixайлович Kaluginning navlaridan bittasi. Bu uzumning nomi boshida Grif deb nomlangan. Keyinchalik uzumni holatini ko'rib, yirikligini, shirinligini, kelajagi bor chempion navlardan bo'lishini sezgandan keyin Viktor Mixайлович o'zini avtorskiy nomini qo'yib olgan. Bu uzum hozirgi vaqtda Avtograf Kalugin shunaqa nomlanadi. Avtograf Kalugin haqida do'stlar, uzum o'ta katta. Mana barmog'imni spesialniy qo'yib turibman ko'rishlaringiz uchun. Bitta boshi g'o'rasi deymiz, endi so'lqimi deymiz, shevaga qarab 700 grammdan 1,5 kilogacha keladi. 700 grammdan 1,5 kilogacha. Bitta donasi 25 grammgacha chiqadi. 20-25 grammgacha. Ichida 2 ta, 3 ta, 4 ta danak chiqadi. Har xil bo'ladi. Hozir bittasini yeb ko'rdim. O'ta shirin bo'lgan do'stlar. O'ta shirin. İçini ko'rinishi mana shunday do'stlar. O'zi qattiq uzum, yaxshigina qattiq. Yana nima aytsa bo'ladi. Qalamcha pishyapti mana, qalamcha. Xudo xolasa hali pishib qoladi. Buni opisaniyasida 100 kun, 110 kun deyilgan. Lekin menimcha undan sal o'tsa kerak. Keyin bu tomonimiz uncha profilaktika qilinmagan bu yil. Lekin umuman kasallik ko'rmadim. Kasallik barigi mana shunday mana chang bo'lib turibdi. Orqasidan ham ko'rsa bo'ladi. Umuman kasallik tushganini ko'rmadim. Yana eng muhim jihatlardan bittasi uzumda umuman yorilish yo'q. Yana muhim jihatlardan bittasi ichida maydadoni yo'q. Bu zo'rda zo'r. Xullas O'zbekistonimizga xudo xolasa yaxshi zo'r tushdi. Maydadoni yo'q, o'zi shirin, juda katta uzum. Kelajagi bor uzumlardan bittasi. Bizda 24-yil payvand bo'lgan, lekin payvand ushlamagan. 25-yil yana olib keltirdik. Mana 26-yilda ilk nishona hosil soldi, xudo xolasa. Endi yana yil to'liq hosil soladi. Bu yilgi birinchi ilk nishona hosil. Zo'r, yaxshi, kelajagi bor chempion navlardan bittasi. Mana shunday do'stlar. Hozir uzilishini ko'rsataman do'stlar. Mana shu eng kattasini olamiz endi. Bundan ham kattalari bo'ldi o'zi asli. Videolarda ko'rishlaringiz mumkin. Mana uzilishi qaranglar, tortyapman. Uzilishini qarang, qattiq. Bu degani xudo xolasa uzoq yo'lga ham chidamliligi yaxshi bo'ladi. Transportabilligi yaxshi bo'ladi xudo xolasa. Hozir qo'yib ko'ramiz mana shunday mana. Ko'ryapsizlarmi? Bu uzum do'stlar 4 sm, 5 sm, 6 sm gacha chiqadi. Yirikligini qarang, yirikligini o'zi ko'rinib turibdi mana barmoq bilan. Hozir buni tishlab ko'rsataman. Mana terisi yupqa. Danagi ham pishib qolgan. Shirin uzum. 1x o'lchaydigan apparat yo'q. Taxminan 17-18 plus. Xullas shunday. Zo'r, yaxshi. Sog' bo'linglar do'stlar, hammaga nasib qilsin. Avtograf Kalugin. Boshidagi nomi Grif bo'lib chiqqan. Hozir o'zgargan. Hammaga nasib qilsin, charchamanglar.